Xullas, sizda bir gul bor ekan. Shu gap nima kerak bor? Modadan qolib ketgan. Singlingizga sovchilikka keldik. Assalomu alaykum. Xullas, to'y qiladigan bo'lsak, bizning shartimiz bor. Hamma narsani kelin tomon qiladi. Mebelidan tortib texnikasigacha. Mayli bitta jentra ham qo'shib berishinglar mumkin. Nima siz o'g'lingizni uylantiryapsizmi, erga beryapsizmi? Aka, men erga tekkanim yo'q, uylanyapman. Siz meni g'ururimga tekyapsiz. G'urur sizda ham bormi? Rozimisiz, yo'qmisiz? Bo'lmasam biz bir maslahatlashib ko'rak. Ha dadasi. Mayli, yaxshi mayli. Qo'pladigan ona. Boplayman-da. Qiynalib o'g'il o'stirdim. Hali shoshmay tur, ularga shunaqa ko'rsataman, to'ydan keyin uy ham oldiraman. Ishxonali bo'lsa, onajon. Bo'ldi. Esingdami ana bog'da olib beruvdim shuni. Ha, esimda. 25-iyungacha Yuksalish do'konidan qilingan xaridlar uchun to'lovlar o'z vaqtida to'lab qo'ying. To'lovlar deyaptimi bunda? To'g'risini aytaymi? Nimani? O'sha kun zaksdan keyin pasportingiz menda qolib ketuvdi. Ha? Keyinchi? Keyin qayerga keldik yanga? Bu Yuksalish savdo majmuasi, bu yerda yozni yuksalish bilan boshlang aksiyasi bo'lib o'tyapti. Yuring ichkarilarni ko'ramiz. Bu yerda siz muddatiy to'lovga konditsioner, mebel, skuter, telefon, xolodilniklarni xarid qilsangiz bo'ladi muddatli to'lovga va aksiya ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Aksiyada sizga 10 million so'mlik vaucher va qimmatbaho sovg'alar taqdim qilishadi. O sovg'alarni menga berasiz. Xo'p, yuring. Yanga, o'zi bu aytgan aksiyangiz qachongacha davom etadi? 25-maydan 25-iyungacha barcha yuksalish do'konlarida bo'lib o'tadi. Shuning uchun shoshilib qoling. Buncha Mana bulardan ham olamizmi? Qarang, chiroyli ekan. Muddatli to'lovga mebel texnikalar oldik. Shularni rasmiylashtirib bering. Bo'ldi, kimga? Yanga. Xullas, oyijon so'ragan hamma narsani sizning nomingizga oldik. Nima?